Qurbonlik fazilati bobida Alloh azza va jalla ummatga, bashariyatga, mo'min musulmonlarga buyuradi. Qur'oni azim sha'nda muborak oyatda aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fasolli li robbika wanhar. Sadaqallohul azim. Namozingizni ado eting va qurbonligingizni qiling, tuyani so'ying deydi. Ya'ni namozdan murod hayit namozidan keyin qurbonliklarni niyat qilganlar, qurbonlik qilishlik vojib bo'lganlar qurbonlikni ado qilishadi. Endi qurbonlikni fazilati bobida juda ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biz ummatga, mo'min musulmonlarga hadislar vorid bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, dar haqiqat bugungi kunda avval boshlaydigan ishimiz Idul Adho, ya'ni Qurbon hayitining namozini ado qilishligimiz, o'qishligimiz dedilar. So'ngra uylarimizga qaytib qurbonlik qilishdir. Kim shunday qilsa, demak u sunnatimizga muvofiq ish qilibdi. Kim hayit namozidan oldin so'ysa, qurbonlik emas, balki u o'z ahli uchun taqdim qilgan go'shtdir deydi. Degan hadis vorid bo'lgan. Demak, qurbonlik qachon qilinadi deyilsa, Qurbon hayiti namozini o'qib bo'lgach, keyin qurbonlik vaqti boshlanadi. To'yinki 3-kun quyosh botimiga qadar asrdan keyingacha o'sha ado qilishligimiz, demak, biz sizni qurbonligimizni Alloh qabul qilganiga inshaalloh ishora bo'ladi, dalolat qilar ekan.